Assalamualaikum hurmatli Noqas Xabar 24 kanalının qattavchilari. Bugungi 16-mart 2024-yil biz Noqat rayonining Qarashli Qayrag'ach aylangan yo'lning bo'yida Hakim ota mechitida bugun Qur'on jarish bo'ldi. 16si bolalar, 17si qizlarga ekan. Shu yerdan keldik. Tutgan o'zingizlar qabul bo'lsin. O'zim otimdan jan Noqat Qayrag'ach 24 kanalidan tutgan o'zingizlar daha bir yo'l qabul bo'lsin deb esketgan ichkiga kiramiz. Bu жерде айтып кетерчи нерсе, Qayrag'ach aylanın 1984-yılki bolalar demirchi yo'llar ekan, Alloh razı olsun. Onlardan o'tkazib, Orzonun kununda eksan qilib, Allohdan razı uchun sovuq olib deb nima qilib ekan. Bugun bolalarniki, ertaga Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa qizlarniki bo'ladi ekan. Shu yerdan tatgan keldik. Noqat Qayrag'ach 24 kanalida doimo sizlarning xizmatingizda. Qarangizlar. Burada salonda görüşürüz. Hakim ota, Tolbayev Hakim ota altındağı mecit. İşte tamam orada koptuk, ne kullanmışlar, bunu tuttuğunlar. Mutlu mu? Kime de vardı? Onlar karvalar şibiyota düşü. Karanızın mı? Aksakallardan bunlar otur. Aksakallar çok ömsü olur oturmasın. Otur kula. Nereye çıkarsın? Şimdi normal para çıkartıyor. Jogo. Burada başlayın yapalım. Başlayın yapalım. Sonra mutleden gençler. Nasıl ayla yaklaşık ötecek bize. Kalkası da inşallah. Teşekkür ederim, aman olunuzlar.